Yurak urishi sizga ham eshitilyaptimi? Bu qanday yurak ekan? Necha yil yashagan, necha bor sevib qolgan. Kasalxonaga yetaklagan sabablar qanday? Biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining kardiojarrohlik bo'limidamiz. Kardiojarroh tibbiyot fanlari doktori Abdusalom Abdurahmonov jamoasi bilan birgalikda hayot sifati uchun kurashmoqda. Bitta noyob operatsiya qildik. O'zbekistonda birinchi marta hozirgi paytda ko'p uchrayotgan kasalliklardan biri bu aorta anevrizmasi, qavatlanuvchi aorta anevrizmasi. Bu xalq tilida nima degani? Aortani yirtilishi. Mana bu aorta, mana bu katta tomir, katta qon tomir barcha organ sistemalariga qonni tarqatadi. Ana shu qon tomir yirtilishi juda bir og'ir asoratlarga olib keladi. Ya'ni bu yirtildi degani barcha organ va sistemalarga, jumladan yurakka, bosh miyaga, ichaklarga, o'pkalarga boradigan qonlar borishi to'xtab qoladi va kasal og'ir shok holatiga tushadi. Mana shu operatsiyalar bizda hozir yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zi murakkab operatsiya, yuqori texnologik. Ilk bor O'zbekistonda biz bu shunaqa operatsiyani qildikki, bu operatsiya kompleks operatsiya, ya'ni David operatsiyasi. Ya'ni bemorni o'z klapini saqlab qolib, pastki qismini tikladik, aortani tepa qismini protezladik. Ravoq qismi ham bor, mana bu ravog'i. Shu ravoq qismini ham protezlab, keyin pastiga yana stent graftdan qo'yildi. Kompleksni qon aylanishi bilan to'liq to'xtatib o'tkaziladigan operatsiya. Dunyo bo'yicha 10% jarrohlik markazlarida amalga oshiriladigan operatsiya, kompleksni operatsiya. Dunyo bo'yicha. Demak, biz mana shu 10% ga kiramiz. 10% ichiga kirdik. Men shu chet elda tahsil olganimda shu narsalarga ahamiyat berib, urg'u berib o'rganganman. Ustozim bor, professor Mark Erlich, avstriyalik. Necha yoshli insonga qilindi? Ayolmi, erkakmi? Erkak kishi 60 yashar. Yosh bilan bog'liq emas. Uni o'zini faktorlari bor. Asosiy sabablaridan biri bir 60-70% holatlarda bu arterial gipertenziya, ya'ni bemor o'z qon bosimini boshqarmasa, dori-darmonlarni vaqtida qabul qilmasa, shunaqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Boshqa holatlar bular tug'ma biriktiruvchi to'qima patologiyasi deyiladi. Marfan sindromi, Ehlers-Danlos sindromi, bu tug'ma genetik kasalliklar, ya'ni aorta devorini mustahkam emas bo'lib chiqadi, ya'ni o'sha biriktiruvchi to'qima yaxshi rivojlanmagani uchun mo'rt bo'lib qoladi, shunda da yirtiladi. Ana bu o'sha Marfan, Ehlers-Danlos bor bemorlarning yosh paytida, ya'ni 25-30 yoshida qavatlanish kuzatiladi. Arterial gipertenziyasi bor bemorlarda esa shu 50 yosh, 60 yoshlarda bu narsa kuzatiladi. Juda xavfli kasallik va asoratlar bilan kechadigan kasallik, sabab katta qon tomir. Bu eng katta va eng muhim qon tomir bo'lganidan keyin buni o'lim ko'rsatkichlari juda yuqori. Qavatlangan zahoti 50% bemor nobud bo'ladi. 50%. Demak, shunday holatlar bo'lgan, nobud bo'lgan holatlar. Albatta.